Qo'rquv va aybdorlik energiyasi sizni hayotingizdagi pul va barakani qisqartiradi. Chunki qarzlarga kirish, kreditlar va doimiy yo'qchilikning asosiy sababi siz o'zingizni davomli aybdor his qilishingizda. Tasavvur qiling, aybdor inson pulni boshqara olmaydi. Nimaga? Chunki u ichidan hattoki o'zini pulga ham loyiq ko'ra olmaydi. Buni yechimini bitta yo'li bor, o'zingizga bo'lgan ishonch. Ya'ni qandaydir qaror qabul qildingizmi, buni muhokama qilishni to'xtating. Chunki bu qarorni sizni dilingizga Alloh soldi. Agarda u xato qaror bo'lganda ham uni yashab o'tishga rozi bo'ling. Ana o'shanda siz o'zingizni ayblashdan to'xtaysiz va pul oqimiga ochilasiz. Shukr va pul energiyasi, baraka energiyasi bir-biriga bog'liq. Baraka bu sizni nafas olishingiz, hayotdan rozi ekanligingiz, juda ko'p narsa baraka. Biz buni tushunib yetmaymiz. Pul esa bu baland vibratsiya energiya. Shukronalik esa ana shu sizdagi energiyani ko'tarib beradigan narsa. Aynan sizda energiya baland bo'lsa, kayfiyat zo'r bo'lsa, sizga pul oqimi ochiladi. Buni biznesmenlar yoki shu sohaga yaqin bo'lgan, har kuni pul оборотida ishlaydigan odamni juda yaxshi biladi. Baland vibratsiya bo'ladigan bo'lsa odamga pul o'zi oson oqib kelishni boshlaydi. Lekin pul oqib kelishini asosiy zanjiri bu shukr. Ikkinchisi pul va albatta baraka eshigi sizga ochiladi. Pul haqida kelisha olmaydigan ikki xil qarash bor. Birinchisi, pulni sen yaxshi ko'r va nima xohlasang o'shanga sarfla. Umuman senga keladigan pulni tejamadigan dunyo qarash bo'lsa, ikkinchisi sen pulni yozib bor, nima qanaqa xarajat qilding, hammasini nazorat qil, ana o'shanda senga pul ko'p oqib keladi deyshadi. Siz hayotingizda qaysi birini sinab ko'rgansiz? Izohlarda yozib qoldiring va natija olgansiz. Bolalikda ota-onangizdan va atrofdan pul haqida eshitgan gaplaringiz bu sizni pul bloklaringiz. Buni aniqlash juda oson metodi bor. Ya'ni agar siz bolaligingizda pul haqida yaxshi gaplarni ko'p eshitgan va sizga nisbatan kompliment baland bo'lgan bo'lsa, siz oson boy bo'la olasiz, oson biznesda yoki daromadda muvaffaqiyatga erishasiz. Agar uyda ota-ona tomonidan har doim pul topish qiyin, pulni bekorga sarflama, buni nimaga olding, shunaqa so'zlarni eshitgan bo'lsangiz, sizni hayotingizda pullar kelishi anchayin qiyin bo'ladi. Buni aniqlashning oson usuli bor. Izohlarda blok so'zini yozib qoldiring va men sizga ana shu bloklaringizni aniqlash uchun texnikani jo'nataman. Vahima insonni shunaqa boshqarib oladiki, hattoki kichkinagina qo'lida tirqishcha paydo bo'lsa ham odam qo'rqishni boshlaydi. Nimadir bo'lsa, mikrob tushib qolsa yoki bolasi kasal bo'lsa ham keragidan ortiq tanada adrenalin ishlab chiqariladi-da, uni tanasini qo'rquv egallab oladi. Bu jarayonning asosiy sababi ong va ong ostida bo'ladigan o'zini aybdor his qilish. Ya'ni o'zini gunohkor his qilgan odamni vahima juda ham tez qamrab oladi. Mana kelinchaklarda aynan ana shu qaysidir bir o'tish davrida yoki tug'ruqdan so'ng yoki ma'lum bir kasallikdan so'ng odamda vahima kasali ko'tariladi. Nima uchun? Chunki aynan ana shu jarayondagi insonlar o'zini ko'p aybdor his qiladi. Aybdorlik to'xtatilganda, hammasi boricha qadardan deya qabul qilinganda, vahimani yengish uchun birinchi qadam tashlangan bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiring, sizda qo'rquv va vahimani aynan qaysi ko'rinishi bor?